Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi jang bir paytlar UFC'ning Oq uy tadbirining asosiy jangi bo'lishi kutilgan edi. Ammo hozircha bu qarama-qarshilik liga bayram kechasining markaziy jangi bo'lmasligi mumkin. Ilya Topuria jamoasiga yaqin ispaniyalik sharhlovchi ma'lum qilishicha, ushbu jang bo'yicha shartnoma hali imzolanmagan. Variant muhokama qilingan bo'lsa-da, geosiyosiy va iqtisodiy sabablarga ko'ra ushbu jangning u yerda o'tkazilish ehtimoli kamaygan. Donald Trampning maslahatchilari butun karta taqdim etilganidan va Trampga tushuntirilganidan so'ng kechqurun asosiy jangga Ilyani qo'yishni ma'qullamagan. Chunki u yerda Ilya Topuria Justin Gaethjeni nokautga uchratish ehtimoli juda yuqori deb hisoblangan. Demak, bu jang UFC'ning Oq uy tadbiridagi turnirda bo'lib o'tmaydi. Lekin muxlislar allaqachon qiziqish bildirishgan. Shuning uchun biz baribir bu ehtimoliy to'qnashuvni tahlil qilamiz. Agar jang bo'lib o'tsa, kim yutishi mumkin? Qaysi tomonda ustunlik bor? Qaysi ssenariylar ishlashi mumkin? Shular haqida batafsil gaplashamiz. Demak, biz boshladik. Charles Oliveira Topuria va Gaethje o'rtasidagi jang uchun bashorat qildi. Uning fikricha, Topurianing tezligi, zarba aniqligi va o'ziga bo'lgan ishonchi hozirgi paytda ko'pchilik raqiblar uchun juda katta muammo tug'dirmoqda. Ayniqsa uning bosim ostida sovuqqon qolishini va imkoniyatni darhol jazolash qobiliyatini alohida ta'kidladi. Uning gaplari: "Jang bu baribir jang, hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin agar pul tikish kerak bo'lsa, men Topuriaga tikaman", dedi Charles Oliveira. Max Holloway Gaethjening Topuriaga qarshi jangdagi imkoniyatlarini baholadi. Uning gaplari: "Bilasizmi, Gaethje Pimela jangidan keyin odamlar qandaydir tarzda Ilya Justinni osongina mag'lub etadi deb o'ylashadi. Lekin ba'zida Justin Pettiga qarshi qilgan ishini qilish kerak bo'ladi. Raqibingiz bu uslubga o'rganmaganida jangni iflos qilish, shafqatsiz janjalga majburlash kerak. Menimcha Justin bu jangni o'zi xohlagan tarzda o'tkazadi va men uni buning uchun tabriklayman. U ajoyib ish qildi va men uni buning uchun kam baholamasdim", dedi Max Holloway. Bu jangda ko'pchilik Justin Gaethjeni oson yengiladi deb o'ylayapti. Ammo biz bilamiz, Gaethje hech qachon oddiy raqib bo'lmagan. U doimo aqlli, shafqatsiz va tomoshabob janglar o'tkazib, muxlislarni hayratda qoldirgan. Masalan, u o'z vaqtida faoliyatining cho'qqisida turgan Tony Fergusonni 5 raund davomida ayovsiz urib, yuzida sog' joy qoldirmagan edi. Michael Chandler bilan jangida ham haqiqiy urush ko'rsatgan. Har safar u oktagonga chiqqanida jang kafolatli shouga aylangan va hozir ko'pchilik uni oson o'lja sifatida ko'rayotgandek. Lekin Gaethjening tajribasi, bosim ostida jang qila olish qobiliyati va zarba kuchi bor ekan, uning bu jangda yutish ehtimolini 0% deyish bu ochiqchasiga hurmatsizlik bo'lardi. U hali ham xavfli, hali ham nokautchi va hali ham har qanday ssenariyni o'zgartira oladigan jangchi. Demak, qisqa tasavvur qilamiz, jang boshlandi. Ilya Topuria odatdagidek agressiv kiradi, bosim qiladi, kombinatsiyalar tashlaydi. Birinchi raundni tezlik va aniqlik bilan ishlaydi. Masofani ushlab, oyoqlarga zarba berib, tempni buzadi. Bu to'qnashuvda hammasi uslubga borib taqaladi. Ilya Topuria tezlik, aniqlik va kombinatsiyalarda ustun. U qisqa masofada juda xavfli. Qarshi zarbalari o'ta aniq. Agar u tempni o'zi belgilasa va Gaethjeni xatoga majbur qilsa, nokaut ehtimoli yuqori. Ayniqsa 2-3 raundlarda uning tezligi katta ustunlik bo'lishi mumkin. Justin Gaethje esa tajriba va chidamlilik tarafidan kuchli. Past oyoq zarbalari, og'ir zarba bilan jangni o'zgartira olish qobiliyati bor. Agar u jangni urushga aylantirib, tempni buzsa va bosim ostida sinovdan o'tkazsa, imkoniyat tenglashishi mumkin. U uzoq janglarda juda xavfli. Xulosa qilib aytganda, tez va texnik jang bo'lsa, Topuria ustun. Qattiq urish va chidamlilik sinovi bo'lsa, Gaethjening imkoniyati oshadi. Bu jangda 0% degan variant yo'q. Bitta toza zarba hammasini o'zgartirishi mumkin. Jangchilar statistikasiga kelsak, Justin Gaethje 1988-yil 14-noyabrda tug'ilgan. Faoliyati davomida 5 marta yutqazgan. Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Habib Nurmagomedov, Charles Oliveira va Max Holloway. Ilya Topuria 1997-yil 21-yanvarda tug'ilgan. Hozirda professional faoliyatida biror marta ham yutqazmagan. Demak, biri katta tajriba va urushda pishgan jangchi, biri yosh, mag'lubiyatsiz va cho'qqiga chiqayotgan yulduz.
Ushbu ehtimoliy jang haqida siz ham shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi videolarda ko'rishguncha barchangizga xayr.